So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlar ayrimlar uchun o'zini ko'z-ko'z qilish, soxta obro' orttirish maydoniga aylanib boryapti. Ayniqsa yoshlar orasida yo'l harakati qoidalariga bepisand munosabatda bo'lib, avtomashinalarda turli xavfli harakatlarni amalga oshirish va buni videolar orqali ommaga namoyish etish holatlari ko'paymoqda. Achinarlisi, ular internetda mashhurlik ortidan quvib, xavfsizlikni unutib qo'yishyapti. Toshkent viloyatida ham Lacetti va Damas rusumli avtomobillarga taqiqlangan maxsus chiroqlar o'rnatib, uni tarmoqlarga joylashtirgan ana shunday shovvozlar aniqlandi. Hozirgi kunda Instagram ijtimoiy tarmoq platformasi o'z-o'zini ko'z-ko'z qilish uchun asosiy manbalardan biriga aylandi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Sababi ko'plab yoshlarimiz aynan ushbu platformaga soxta obro' yig'ish va qoidalarga bepisandlik bilan qarashini ko'rsatish maqsadida avtoulovlariga turli xil ruxsat etilmagan yalt-yalt etuvchi chiroqlarni o'rnatganligi bo'yicha videolarni joylab kelishmoqda. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ana shunday holatlardan bir nechtasi aniqlanib, tegishli choralar ko'rildi. Men o'rtog'im to'yiga transport vositasiga migalka qo'ygandim. Uzurimni so'rayman, tushunib yetdim aybimni. Men o'zim Damas mashinamga migalka qo'ydim. Migalka qo'yish mumkin emasligini bilmadim. Kechirishlarni so'rab qolaman. Bu ish qaytib takrorlanmaydi. Ikkala holat yuzasidan haydovchilarga ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar ko'rib chiqish uchun sud organlariga jo'natildi. Sud organlari tomonidan ushbu taqiqlangan vositalar musodara qilinib, haydovchilarga turli miqdordagi jarima summalari belgilandi.